Uxlashim kerak, ertaga maktab. Turdim, jonga tegdi. Maktabga borishimiz kerak. Короче, bir pul olib bo'lsak, $6 yetadi. Nokia telefonimni ham olib olaman va albatta kitob. Telekanni kulgam ozgina qoldi. Tez chiqib ketsam bo'lardi. Jonimga tegdi bor-ku, juda. Ketdim endi maktabga. Ana James ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nega kechib kelding? Ustoz, boshimni qotirmay kirdim. Sen ota-onangga bir aytishim kerak-da. Yaxshi. O'tgan dars nima berilgandi? Ustoz, o'tgan dars misollar berib yuborgandingiz o'yga vazifani. O'chir o'zingni. Qilmaganmisan deyman, komfort. Qilganman, ana shu deyishingizni bilibman. Tentakmisan u? 2 ga 5 ni qo'shsak 8 bo'lmaydi-ku, 7 bo'ladi. 8 ga 1 ni qo'shsak 10 bo'lmaydi, 9 bo'ladi. 10 ga 9 ni to'g'ri ishlabsan. Yana ikkita misol qani? Ustoz, qo'ysangizchi. Jonga tegdi-ku. Ikkita misolni nima qilasiz? Sen bola umuman odam bo'lmaysan. Bor chiqib ket, ota-onang bilan gaplashaman sani. Jonga tegdi. Nima? Yo'q. Vapshim jonga tegdingiz. Gaplashmasam bo'lmaydi senlar ota-onang bilan. Bilganingizni qiling, o'zi yoqmayotgandi darsingiz ham. Bilib, jonga tegdi boru. Ota-onam bilan gaplasharmish. Umuman ota-onam bilan gaplasha olmaydi. Umuman. Dadam telefon qilyaptimi? Alo, ha dada. Sen bola nimalar qilib yuribsan? Nima qilyapman dada? Nima? Ustozing menga seni yomonlayapti. Dada, men hech narsa qilganim yo'q. O'zi darsini yaxshi o'ta olmayapti. Kompyuter bo'ldi, blokka tiqildi, tushundingmi? Bo'ldi. Yaramas. Hali men bunga kechqurun ko'rsataman. Kechqurun tushib olsanchi? Kechqurun ham tushdi. Men kutgan daqiqalar. Va tayyormisiz? Bu mening jonajon joy. Mana, g'oyat. Mana bu yerto'lani kelib ochamiz. Ustozni o'ldirish operatsiyasi boshlandi. Alo, ustoz. Alo, nima? Uyda sinfdamisiz? Ha. Hozir oldingizga boraman. Kela qol. Nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Sen menga dadamga nima deding? Yo. Sen noto'g'ri tushunibsan. Dadangga uni qilmadim. Nega qurol ko'tarib olgansan? Qurol eshitildimi? Kim edi? Kim? Sinfga borishim kerak. Qishloqni do'shimi? Voy, Kim o'zi? Ketdim. Komfort do'shimi? Komfort dedimi? Komfort, Komfort. O'qita, nima bo'ldi o'qituvchi? Komfort. Voy, jonga tegdi. Voy, tezroq ketishim kerak. Komfort to'xtamadimi? Hammayli o'zim kiraman uyga. Bo'pti. Ana Komfort, eshikni och, Komfort. O'zim bostirib kiraman, o'zi ochasammi yo'qmi? Ochmasin. Bu yog'i Komfort yo'q ekan-ki. O'qituvchi yana olib kelayotgan. Do'stimga telefon qila. Hozir ketyapti. Alo, Bob, do'stim. Ha, do'stim, Komfort. Men odam o'ldirib qo'ydim. Iltimos, menga yordam kerak, do'stim. Hay, nima? Sen jangni bo'ldingmi? Kimni o'ldirding? Ustoz Jimni.
Qachonmisan? Bilsa men dadam o'ldiradi-ku. Xayr, ertaga uchrashamiz. Xayr, men hozir odamlar tinch qo'yishmaydi. Xayr. Ammo kim ular